Mana bu taxtachani nima ekanligini bilasizmi? Kinoda nega rejissyor kamera degandan keyin shu taxtachani taq etib uradi? Kinolarda tez-tez ko'radigan bu kichkina taxtacha clipboard, ya'ni kino xlopushka deb ataladi. Ko'pchilik uni shunchaki kino aksessuari deb o'ylaydi. Aslida esa u tasvirga olish jarayonida juda muhim vazifa bajaradi. Kino xlopushkadagi yozuvlar orqali suratga olish guruhi qaysi sahna, qaysi kadr va nechanchi dublda ishlanayotganini biladi. Ammo eng qiziq joyi uning yuqoridagi qismi taq etib yopilganda kamera tasvirni, mikrofon esa ovozni bir vaqtda yozib oladi. Montajchi keyinchalik aynan shu keskin ovoz va harakatdan foydalanib, tasvir bilan ovozni millisekundigacha sinxronlashtiradi. Ilgari bu usul ayniqsa plyonkaga suratga olingan filmlarda juda muhim bo'lgan. Bugungi raqamli kinoda esa zamonaviy texnologiyalar mavjud bo'lsa-da, kino xlopushka hanuzgacha professional kino maydonchasining ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Demak, keyingi safar filmda taq degan ovozni eshitsangiz, biling bu shunchaki effekt emas, montajchi uchun berilgan aniq signal. Siz kino xlopushkaning asl vazifasini bilarmidingiz? Bu haqda kommentariyada yozib qoldiring va video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosishni unutmang.